Assalomu alaykum o'rtoqlar. 2025-yil qanaqa Wi-Fi router olish kerakligi haqida qisqa video. Wi-Fi 5 texnologiyali routerlar hozir aktual bizning hududda. Wi-Fi 6 va Wi-Fi 7 texnologiyali routerlar ham chiqqan. Ulardan ham foydalanishadi. Faqat u juda ham qimmat bo'lgan hisobiga hamma ham ololmaydi. Wi-Fi 5 texnologiyasi 2,4 GHz va 5 GHz chastotasida bir vaqtning o'zida ishlaydi. Oldingi eski routerlar esa 2,4 GHz chastotasini o'zida ishlagan. 2,4 GHz chastotasi Wi-Fi to'lqinlarini uzoqqa sochadi, lekin internet tezligini juda ham past bergan. Wi-Fi 5 texnologiyada va 5 GHz chastotasida qisqa masofaga o'z to'lqinlarini jo'natadi, lekin internet tezligi juda ham baland, bemalol streaming o'yinlarda qotmasdan ishlata olasizlar. Wi-Fi router olganda ishonchli brenddan olinglar. Wi-Fi router olganda uning portlariga ham e'tibor beringlar. LAN portiga gigabitli bo'lishi kerak. Agar 100 megabitli Wi-Fi router olib qo'ysanglar, juda ham katta xato qilgan bo'lasizlar. Internet skorostilarni hozir 500 megabitli olgan bo'lsangiz, sizlarga chiqarib bermaydi. Shuning hisobiga gigabitli Wi-Fi router olinglar. 2 diapazonli Wi-Fi router olsanglar, shunda ancha yaxshilaydi. Ko'p berishadigan savollar bor. Ya'ni ko'p xonalarimga Wi-Fi to'lqinlari yetib bormayapti deyshadi. Wi-Fi router to'lqinlari yetib borishi uchun siz uyingiz o'rtasiga o'rnatishingiz lozim. Wi-Fi routerni va 5 GHz chastotasini aytib o'tganimdek, uzoq masofaga sochmaydi. Shuning hisobiga 2,4 GHz chastotasiga ulanasizlar agar uzoqroq masofada ishlatishingiz kerak bo'lsa. Agar bitonli domlar bo'lsa, u juda ham qiyin. 2,4 GHz chastotasi ham uzoqqa sochib bermasligi mumkin, chunki bilasizlar, biton armaturalar Wi-Fi to'lqinlarini to'sadi. Hattoki oshxonangizga Wi-Fi router qo'yib qo'ysangiz, mikronovka, xolodilniklar ularni Wi-Fi to'lqiniga xalaq qiladi. Wi-Fi routerlar yaxshilamaydi. Wi-Fi routerlar radio kanallarda ishlaydi bilsanglar. 2,4 GHz chastotada 13 ta radio kanal bo'ladi va radio kanali hisobiga qo'shni Wi-Fi routerlar bilan bitta radio kanalga tushib qolsa yaxshilamaydi va o'sha aytib o'tganimdek xolodilnik va mikronovkalar, hattoki Bluetooth qurilmalari Wi-Fi ishlashiga, tezligiga xalaq qiladi. Shuning hisobiga oshxonaga emas, o'sha uyingizning o'rta qismiga, koridorlarga qo'yishga maslahat beraman va yerdan balandroq qo'yinglar. Shunda ancha internetinglar yaxshi ishlaydi. Agar sizlar jipon internetdan foydalansanglar, optik tolali, optik tolaga ham Wi-Fi 6 routerlar kelgan. Hozirgi kunda bozorlarda taxminan 550 ming so'mlar atrofida ko'rdim. 2025-yil mart oylarida shunaqa ko'rdim. Jipon routerni olib almashtirishlarini maslahat beraman. Ustelecom abonenti bo'lsanglar, Ustelecom Wi-Fi routerlariga ham tushyapti bemalol. Ustelecom, Huawei va routerlar tushadi bilsanglar, faqat 2,4 GHz chastotada ishlaydi. U juda ham tezlikni past beradi telefonlarga bilasizlar. Faqat LAN port orqali qo'shimcha TP-Link routerlar qo'yib tezligini kuchaytirib telefonda ishlatishadi. Faqat shu yo'li bor edi. Hozirda esa Ustelecom yangi o'sha Vortex Alcostroy Wi-Fi 6 texnologiyali routerlarni qo'yib boryapti. Internet tezligi juda ham baland beradi. Telefonda 5 GHz chastotasiga ulanib olasizlar. 500-600 megabitgacha beryapti. Endi tarifingizga bog'liq albatta, qancha tarif sotayotganingizga. Bundan oldingi videolarimizda aytib o'tdim qanaqa nastroyka qilish kerakligini. Bir aytib o'tib ketish kerak bo'lgan mavzu, Wi-Fi routerning shoxlariga ko'pchilik qarab qolgan. 4 ta shoxli va undan ko'p shoxli bo'lsa, Wi-Fi routerlar juda ham yaxshi ishlaydi deb o'ylashadi. Lekin bu har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Ko'p Wi-Fi routerlarni ichini ochib ko'rganmiz. Hamma shoxlarning simi ham plataga borib ulanmagan. Shunchaki kork uchun, sotish uchun shoxlarni ko'paytirib qo'yaverishadi. Iloji boricha ishonchli brend olsanglar, ishonchli brendlarda hamma shoxlari ulangan bo'ladi. Agar misol uchun oddiyroq Wi-Fi routerlar olib qo'ysanglar, misol Labalink degan modelni bilaman, menga juda ham yoqmagan. Uni misol uchun 4 ta shoxi bor uni ham, lekin u juda ham sust ishlaydi. Uni prosessorlari eng arzonlari qo'yilgan bo'lishi kerak. Juda ham sust ishlaydi. TP-Link modellarini qo'yib ishlatsanglar, 4 ta shoxligini, u juda ham mo'shni ishlaydi. Internet tezliklarini yuqori beradi. Shuni aytib o'tib ketmoqchi edimki, o'sha TP-Link modellari juda ham yaxshi chiqyapti. Shularni maslahat beraman va shoxlarga e'tibor bermang. Shoxlarda bunaqa katta rol o'ynamaydi. Wi-Fi routerni ishlatayotganingizda 5 GHz chastotasiga ulanib ishlating.
agar kerakli joylargacha yetib bormayotgan bo'lsa, uyingiz kattaroq bo'lsa, mesh sistema Wi-Fi routerlarini tavsiya qilaman. Misol uchun Toplink Deco mesh sistemasida 3 ta router bo'ladi. 3 ta routerni bemalol xohlagan joyingizga qo'yib nastroyka qilib olsangiz bo'ladi va hamma joyda 5 GHz chastotasini bemalol ishlata olasiz. Tavsiyalarimiz shulardan iborat edi. Agar video roligimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosing. Qanaqa qo'shimcha savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Agar u mavzu ko'proq yoritilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, yana bitta video rolik qilib chiqamiz yoki kommentariyamizda javob beramiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.